Avtokarset katta kichkina bo'lar ekanmi? Juda ham sifati zo'r ekan, lekin kalaskamizni ham sifati o'zi juda ham zo'r. Obzorini ko'rsatib beramiz. Video davomida oxirigacha ko'rsanglar, birma-bir hamma detallarini o'ziga qo'yib, almashtirib ko'rsatib beramiz. Bu kalaskamizni komplektida chiqadigan o'zini ajoyib bo'lgan sumkalari bo'ladi. Sumkalarni ham bemalol olib, o'zingizlar ryukzak qilib ishlatib ketsanglar ham bo'ladi. Sumkalar ham juda chiroyli. Zimnichi xollari ham yechiladi. Chetlarida magnitlari bor. Zamogidan yechsanglar, zimnichi xollarni yechib ishlataverasizlar bemalol. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, o'zini ajoyib bo'lgan porolon matraslari chiqadi. Ichlari materiallari 2 qavatli bo'ladi. Shu holatda o'zida ham bolajonlarimizni yonboshlatib o'tkazib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shu holatda o'zida ham bolajonlarimiz bemalol o'tirib ko'chani atrofida tomosha qilib ketishsa ham bo'ladi. Soyabonlari ochiladi. Knopkasini bossanglar, yanada uzunlashadi. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham sifati zo'r, materiallari ham ancha yaxshi materiallardan ishlangan. Bu kalaskamizning ruchkalari ligrovka bo'ladi. O'zingizlarning bo'yingizga moslab bemalol ruchka ligrovka qilib olsanglar bo'ladi. Bu kalaskamizda amortizator qismlari ham juda yumshoq ishlaydi. Ko'rsanglar bo'ladi ishlashlarini. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari yurishlari ham, aylanishlari ham juda ham yumshoq aylanadi va yengil yuradi. Navarajniy blokini xohlasanglar yechib, almashtirib прогулочный blokka ham o'tkazsanglar bo'ladi. Прогулочный blokini ham shunday qo'yasizlar, juda ham oson. Прогулочный blokida bemalol 3-4 yoshgacha ishlatsanglar bo'ladi. Yotadigan holatda ham va o'tiradigan holatda ham ishlataverasizlar. Oyoq ligrovkalari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Oyoqlarini ham oxirigacha ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Zontiklariga keladigan bo'lsak, zontiklari прогулочный blokida ham ochilib oxirigacha tushadi. Avtokreslosini ham kalaskani o'ziga, ham mashinaga ham ustanovka qilib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Qo'yilishiga e'tibor berasizlar, juda ham oson va tez qo'yiladi. Karseti katta kichkina bo'ladi deyotganimizda mana ligrovkalari bor. Soyabonlarni yechtirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ruchkalarining ham ligrovkasi bor. Ichki qismlariga e'tibor berasizlar, juda ham sifati zo'r, materiallari qalin bo'ladi. O'zining ichidan instruksiyalar ham chiqadi. Qanaqa foydalanishinglarni hammasi to'liq yozilgan. Bu 3 v 1 kalaskamizning narxi atigi $320 qilib qo'ydik. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.